Assalomu alaykum agrobog'ot ekanlarni kuzatib boruvchi obunachilar. 2025-yil 11-iyun sanasida bizni kuzatib borgan hamma dehqon, fermer, bog'bon akalarga O'zbekistonda eng ertak pishadigan va eng sifatli turadigan mevalar bo'yicha gaplashamiz. Bu o'zimizning bog'imizda yetishtirilgan Brand Lady, Big Ben, Floriba, Samanta Patagonia. Hammasini daraxtdagi videolar qo'yib berganman. Endi bular kalibrlarini o'lchab ko'rsatib beraman sizlarga. Brand Lady. P2 ham deb qo'yadi. Hozir pishib yetilganiga bir 4 kun, 5 kun bo'ldi. Ancha yumshoq qo'ygan bu shoftorlar. 70, 65, 60. Mana. Kalibrovkasi juda ham chiroyli holatda turibdi. Hammasi juda ham zo'r hisoblanadi. İçki tuzilishi juda ham sariq bo'ladi. Tukli shoftoli maykeresdan keyin pishadigan sortga kiradi. Endi bular hozirgi kundagi narxi 30 ming, 35 ming so'm sotilyapti dehqonda. 40 ming, 45 ming so'm atrofda har xil narxlar bor, lekin 30 ming so'm sotdik biz. Endi bunisiga o'tadigan bo'lsak, bu Big Ben. Big Ben shu Baş kunda pishib yetildi, uzilyapti ko'p joyda 3-4 kundan beri. Endi buni kalibrovkalarini o'lchaymiz. 80 ga qo'yib ko'rdik. Tushmayapti-san, tushar ekan. 80, 75, 70, bag'iga tushaveradi. 60, 65, hammasiga tushaveradi mana. Ko'rsatib qo'ying yaqinroqda mana. Hech qaysini sizda qo'lim turgan yo'q. Mana kalibrovkasi juda ham zo'r, qattiqligi bo'yicha eng zo'r shoftorlar biriga kiradi. Bir donasi 240 gram, 230 gram shunaqa atrofida. Daraxt qancha kattalashgan sari shuncha meva yig'ilashadi. Buni bog'da videolari bor, bugun qo'yib beraman. 4 litrli qilib tarbiyalagan. 180 kilo atrofida. Endi bir gektarida bundan 30 tonna, 35 tonna bemalol hosil olib sotsanglar bo'ladi. Hozirgi kundagi narxi dehqonda biz o'zimiz sotayotganlar 17-18 ming so'm atrofida, lekin atrofda 30 ming, 25 ming, 20 ming har xil atrofda sotilyapti. Bu ham juda zo'r hisoblayman. Chunki tonna beradi, ham vid bor, ham zo'r. Eng zo'r hisoblayman shunisini. Endi maytda sizlarga ko'rsatib o'tadigan Floriba shoftorimiz pishib yetilganiga 15 kun bo'ldi. 20-mayda uzganmiz birinchi uzumini. Bu ham juda ham zo'r, kalibrlarni o'lchab beraman sizlarga hozir. Buni kalibri endi unaqa katta chiqmaydi. Bular uchovsi nektarin sortlarga kiradi. 65 65 ekan. Deyarli. 60 65 50 75 shuna atrofida ekan. Juda ham zo'r shoftorlar. 20-mayda pishadi. Eng birinchi pishgani uchun mazasi unaqa kuchli, zo'r bo'lmaydi, kisli bo'ladi. Juda ham rangi qora qizil holatda turibdi. Bu juda ham yumshoq holatda turibdi. Chunki buni video qilamiz, qolganlari sheriklari bilan birga degan maqsadda olib qo'ydik. O'zi aslida bu ham o'zi 65, 60, 70 kalibrga chiqadi, lekin biz olib qo'ydik. Ko'pini qushlar nimalar yeb ketibdi, arilar, qumursqalar. Buni ko'chatlar, mevalari hozirgi kunda sotilgan narxlari 22 ming, 23 ming dehqon sotdi. Lekin tortimi yaxshi, zo'r bu shoftor ham. 23 ming, 22 ming. Misol uchun siz ekadigan 3 yil 15-17 atrofini sotishingiz mumkin. Endi bu tuklilarga keladigan bo'lsak, yana bir qator Samanta. Anjir shoftoli, tukli, tuksizi to'g'risi videolar qo'ygan mavzular tonna bermagani uchun biz tukliga o'tganmiz. Misol uchun uyiga ekkani bo'lsa, ular zo'r hisoblanadi, lekin bu tonna bog'qa zo'r. Bu o'zimiz bog'dagi unaqa biz
yirik hisoblamaymiz, chunki bular 2 yosharli daraxtlar. Videolarni qo'yib beraman, xohlasanglar. 70. 70dan past ekan. 70, 65, hammasi ustiga tushyapti. 55. Keyin buni holatini olib kelib ko'rsatib qo'ying. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Sort Samanta hozirgi kundagi narxlari 14 ming, 17 ming so'mgacha. Hozirgi kunda. Bu ham juda ham zo'r hisoblayman. Chunki boksiz tonna beradi. 27 dan 35 gacha bo'lgan tonna. Bu 32 dan 40 tonnagacha. Bular 30-33 tonnagacha. Bular 35 dan 37-38 tonnagacha beradi. Bular Patagonia shoftolisi biz olib qo'ydik. Videolari bor, qo'yib beramiz buni. Daraxtalik holatida kalibrovkasini o'lchalmaganmiz. Bu ham xuddi shunaqa kalibrovkada bo'ladi. Bu juda ham maydalari hozirgi kunda mana pishib, yetilib, o'tib ketib qolgan bu, lekin kelib video uchun olib kelib qo'yib qo'ydim. Shularni eng yaxshi sortlar deb hisoblayman. Endi mana shulardan bog' qilishni tavsiya qilaman fermer akalar. Yo bo'lmasa daraxtlarni shulardan ulashlarini so'rab qolaman. Men Akbar Ali Muhammadjon, Farg'ona viloyati Quva tumanidanman. Sort bo'yicha shularni o'zimizning bog'dan ko'paytirib qo'yganmiz. Buning ishonchli hujjatlarini bemalol noyabr oyiga Agrobog' Vodiy kanalidan sotmasanglar bo'ladi. Hozirgi kunda bu shoftolimiz ham tugagan, bunisi ham tugagan, bunisi ham tugagan. Lekin Big Ben, Samanta, Ufa 1 shoftoli ko'chatlari ham, mevalari ham sotiladi zarur bo'lgan odamlarga. Kalibrovkasi juda ham zo'r. Endi sizga bittasini kesib ko'rsatib beraman. Mana ichki tuzilish. Juda ham shirin shoftoli. Qattiqligi ham hali ham qattiq, hali pishib yetilgan yo'q, lekin juda zo'r shoftoli. Mana ichki tuzilishi danagidan ajramaydi. Juda ham shirin, suvli, bismillah. Juda ham shirin shoftollardan biri kiradi. Ular hammasini ichi sap-sariq, xuddi shunaqa shaklda, hammasini kesib yuborib qo'ymaydi. Shunaqa shaklda videolarda yeb ko'rsatib berganmiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yishdan so'rab qolardim. Agrobog' Vodiy uchun maxsus. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Bundan ham to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tishdan so'rab qolardim. Telegram kanalimizdan Agrobog' Vodiy. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.